Avvalambor assalomu alaykum. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shu yerda shunchalik farzandim bilim olyapti. O'g'lim Alisher Humoy Mirzo shu maktabda 9-sinfida o'qiyapti. Boshlang'ich sinfdan beri o'qib kelmoqda. Farzandim juda yaxshi, Allohga shukr, yaxshi o'qiyapti. Tillarni yaxshi o'zlashtiryapti. Rus tili, ingliz tili, matematika. Xudo xolasa farzandim kelajakda yaxshi bir inson bo'lib yetishiga umidvorman. Farzandimni boshqa maktablardan bu maktabda o'qishini sababi farqi shundaki, bu yerda tartib, intizom, ertalab kelishadi, obed shu yerdan, kechki payt ketishadi. Boshqa to'garaklarga borishga ham hojati yo'q. Shu maktabda yetarli bilim berishgani uchun farzandimni shu maktabga berganman. Albatta shu maktabda o'qishini boshqa qarindoshlarim, jiyanlarimga tavsiya qilganmiz. Boshlang'ich sinfda jiyanlarim farzandlari o'qiydi. Meni farzandim yaxshi o'qigani uchun olgan bilimi yaxshiligidan havas qilib shu maktabga berishgan. Farzandim yaxshi ta'lim, tarbiya olganidan mana yaqinda bo'lgan olimpiadada faxrli 1-o'rinda oldi. Xudo xolasa 10-11-sinflarda bundan-da yuqori yutuqlarga erishishiga umidvormiz.